Assalomu alaykum. Aziz Chorva foyda YouTube kanalimizga obunachilari va obuna bo'lmay ko'rayotgan ukalar. Sizlarga ilingan bitta enabola, ikkita bo'g'oz g'unajinimiz bor akalar. Ko'rib turgan enabola mollar shoqiyoq variantdan to'qol. Yelinlar oq yelin. Bitta tuqqan, ikkinchisi yonida ikkita tuqqanni bilmayman. 6 kilo etishlari. Yuvoshlari o'ta yuvosh. Ko'ryapsizlarmi chiqishlarini? Yerga sog'madi hozir kimda aniq negativ yoziladi, lekin to'g'ri. Yerga sog'ib bo'lmaydi akalar. Suti bor 5-6 litr deyildi. Sut oxirlarinda, xudo xolasa bolasini ovozcha akalar. Orqa keti bir xilda nihoyatda chiroyli kelishgan mol. Aka-ukalar, bo'ylari 1.25. Bola ko'k, novoz. Ko'rib turibsizlar mana. Bolasi ham dahshatidan. Uzun narsa bolasi ham. Yelinlari oq yelin, sog'lishlari zo'r. Hozir sog'ib ko'ratamiz bu molni. Narxini oslimga tanishtirib qo'yay. 27 million so'm kami bor. 27 kami bor akalar. Xo'p, keyingi molimiz akalar. Birinchi to'mi g'unajin. Jigarlar hamma yo'g'i juda kelishgan. Kallani ko'rib qo'yinglar qo'tar. G'unajinni qarang. Endi men qarab turib hozir ko'rataman yana bir joyini. O'ng'aylamayaptilar. Akalar, so'skalari 4 joyda. Uzun-uzunidan. Ko'rgan odam, mol qilamoqchi oldi. Jasadi ham zo'r ekan. So'skalari ham zo'r ekan, sog'inlari ham. Bu hali sigir bo'lsa qanaqa olib ketar ekan deb o'ylanadigan akalar. Nihoyatda chiroyligidan, xullas. Aka-ukalar, bo'ylari 1.25 kilo xudo xolasa, katta narsa. Oyi 5 oylik bo'g'oz birinchisiga. Narxi aka-ukalar qancha aytamiz buni? Narxini arzon aytishimiz kerak. 23 million kami bor. Mana akalar. Nima deysizlar? 23 million kami bor. Akalar, ukalar, g'unajinda o'ta kuchligi. So'skalari turburchak 4 joyda uzun-uzunidan. Jigarlar aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana bu yana bitta molimiz bor akalar. Bu ham nihoyatda go'zal, g'unajin, tish buzmagan. Bu ham 5 oylik bo'g'oz. Buni narxi akalar 20 million. 20, 23, 27. Aka-ukalar, 3 ta molimiz bor sizlarga kelingan. Ko'rib qo'yinglar mana. Uchovini olib kelgan akalarimizga orzu qilib beramiz. Onqaylar molni. Akalar, molni ko'rib qo'yinglar bu qator. Chiroyli qilib mana. Bellarini, tishlari 6 kurak akalar. Kallani ko'rasizlarmi? Angus bo'lganmi bu oldin enasi yo boshqa bo'lgan bilmayman. Bellar nihoyatda tapalaq. Qashqa, bola buqa. Narxi 27 million. Ozmoz kami bor. Dastlabkasi vodiy bo'lib akalar. Tishlari 6 kurak akalar. Aloqaga chiqarasizlar 91lik 607 044. Andijon viloyati Marhamat tumanidan bo'lasizlar akalar. Ana akalar. Yana bola 27 million kami bor. Bolasi buqa. Yana qonida bor yo'qligi men bilmayman, gumon. Xo'p, endi akalar, mana hali bo'g'ozim aytgan bo'g'ozim, birinchi to'mi g'unajin, lekin nihoyatda katta narsa. Ko'rib ko'rasizlar, old tomondan ko'rsatyapman-da, hozir orqa tomonga ko'rsatyapman hozir. Mana. Narigini bolasini ko'rib qo'yinglar akalar, bolasini. Bolasi ham dahshatda uni. Ko'k buqalar bo'ladi-yu, katta-katta aynaqadan bo'ladi xolasa. Enasi ham zo'r narsa, oq yelin. Aka-ukalar, jigarlar, sizlarga ilingan mana shu mollar hozir paqirda olib kelib sog'ib ko'rsataman. Xudo xolasa, sog'on molimizni. Bu 24 dedimmi, 25 dedim mana uni. 24 million akalar mana, kami ham bor. 25 aytmoqchi edik o'zi, 24 million kami bor. Katta narsa. Birinchi to'mi g'unajin. Mana unisi akalar mana. Bu ham birinchi to'mi g'unajin, lekin bu ham katta o'zi aslida. Bu ham shvet narsa, lekin narigan oldi kichikroq ko'rinyapti bu. Bu narxi 20 million kami bor. 2 oy 5 oydan bo'g'oz akalar. Ikkita bo'g'oz, bitta enabola akalar. Enabolani ham akalar dahshati. Enabola deb qo'yadigan emasda, u enabola degani. Akalar, bola buqa. Ena dahshat. Sog'ib ko'rsataman akalar. Bo'yi 1.25. Shikalat mol olaman deganlar bo'lsa telefon qilsin. 91lik 607 044 akalar. Hozir men sizga sog'ib ko'rsataman, mana ko'rib qo'yinglar akalar. Biri-biridan go'zal, biri-biridan yosh, biri-biridan sifatli mollar kelgan akalar. Aloqaga chiqinglar. Hozir sog'amiz akalar. Alloh, men qarayman. Idirgan yo'qman. Boshqa yo'qman. Akalar, bolasi buqa, yosh, manaqa oq yelin. Eng qizig'ini aytaman akalar. Men turovni sog'ib qo'yaman qota hozir. Iyib ketdim. Ko'ringlarmi? Idirganman bolasiga hali akalarmi oldi. Idirsam hozir agar mol akalar. Porilla boradi. Hozir qarab turlar, endi sog'aman molni men. Tisturjam ol. Kel jonivor, joning sog'ib. Tistur. To'xtab turasiz. Mo'qalla.
Akalar, 1 minutda sog'ib qo'yadigan mol kerak. Mol soqqan vaqtim o'tmasligi degan aka-ukalarga, jigarlarga bu mol akalar. Sog'lig'inglar mana. Molni bolasiga yedirish shart emas ekan jigarlar. Bunqaylar endi. Bunqaylar. To'ra o'yinchagidan ham akalar fantan ekan, fantan bor-ku. Bunqaylar. Chiqishini qarab qo'yasiz, chiqishini. Bunqaylar. Bunqaylar akalar. Endi o'zim. Jigarlar. Mol sog'ib maza qilmaganman akalar. Mana shu mol sog'ib maza qilyapti, qaranglar. Mol soqqan odam, mol sog'ib ish deydi-yu. Buniki ishmas ekanda, qaranglar, mana. Mol olaman deganlar tez aloqaga chiqinglar. 27 million so'm kami bor. Mana shu faqat to'ldirib beraman hozir. Bo'ldi, buni endi sekin o'zim sog'ib olyaptim. Sağlayalım. Şöyle şöyle. Ha oğlum. Hozir uzatıyorum. Bo'ptimi? Hozir. Akalar. Jigarlar, bu süt ko'rlar, qaymoqmi bu, sutmi bu? Bo'ldi. Ha. Bo'ldi. Berib turing. O'zim olaveraman, bor, sen buraya. Akalar ham qalayman. Shuni qarang, shuni. Ana akalar. Mol, xullas, salom, akalar, ukalar, jigarlar. Shuni paqarib qo'yib ketaverasizlar. Sut sariqligini. Sut sap-sariq ekan, akalar, eng qizig'i. Bunqaylar. Bu sut akalar. Sut bor-ku. Mana mazza. Mol olganga mazza akalar. Bu molni olgan odam vobshin mazza qiladi. Mana mol. Oqbosh, to'qol, bo'ylari baland, karobkasi nihoyatda kuchli. Hozir akalar bitta emchagidan sog'ilgan sut mashpashdi. Qo'yan hammasi emchagida turibdi. Ko'rib turibsizlar, mana yelinlari hali bo'shagan yo'q akalar, ukalar. Bolasini ovoz, narxi 27 million akalar. Aloqaga chiqinglar. Mana bo'g'ozlar ham akalar ko'rib turibsizlar. Bo'g'ozlar o'ta kuchli. Bo'g'ozlar jupun olganga akalar aytaymi nech pul? 43 million so'm kami bor akalar bo'g'ozga. Bunga 27 million kami bor akalar. Aloqaga chiqinglar jigarlar. Sizlar uchun xizmatdamiz. Sog' bo'linglar. Like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar akalar.